Assalamu alaykum, ekran oldidagi kompyuter havaskorlari ham o'qirmanlar. Hozir siz to'rga qaraydigan bo'lsangiz, mayli Facebook, Instagram yoki Twitter bo'lsin, Uyg'ur qarindoshlar orasida Amerikada 6 oy o'ginib $100,000 topadigan ish bor ekan degan bir uchur kengri taqaldi. Men bugun sizga shu 6 oy o'ginib $100,000 topadigan ishning zodi qandaq ish ekanligi to'g'riliq uchur bermoqchi. Haqiqatan 6 oy o'ginib $100,000 ish topadigan ish bormi yo'q? Undaq bo'lsa 6 oy o'ginib sinfga berib qo'ysa $100,000 o'zi kelib qolamdi. Buning uchun qandaq bosqichlarni boshdan kechirish kerak? Darsni qandaq o'rganish kerak? Qanchalik vaqt sarf qilish kerak? Buning uchun o'zingizni qanchalik darsga beg'ishlab, o'zingizning vaqtini chiqarishingiz kerak. Mushu bir qator savollarga men javob bermoqchi. Oldi bilan bu ishniki qandaq ish ekanligini tushuntiray. Ya'ni 6 oy o'rganib bu $100,000 pul topadigan bu ishniki kasbning nomini biz Software Development Engineer in Test deymiz. Buni qisqartib SDET deb oladi. Lekin buni SDET deb olamiz. Ya'ni Software Development Engineer in Test. Bu yumshoq detalni tekshiradigan injener degan gap yoki yumshoq detalning sifatini tekshirishni avtomatlashtiradigan injener degan gap. Undaq bo'lsa, mushu kasbga bo'lgan bozor ehtiyoji qanchalik? Buni bir ko'rib boqayli. Amerikadagi qarindoshlar, sizlar obdan bilasizlar. Ko'p ishlatilgan torbatdan Zip recruiter.com degan torbat bor. Masalan, mushu torbatga chiqib, men hozir Software Development Engineer in Test deb izlab boqay. Hozir maya qarasangiz for Software Development Engineer in Test near you deb bunga 1,540,109 open position bor ekan. Demak, hozir buningda bozorda ehtiyoj intayin yuqori ekan. Undaq bo'lsa, mushu ehtiyojniki hozir ko'rib boqali. Menda all jobsni ko'rsak bo'ladi. Buni Software Test Engineer deb olamiz. Yoki Software Development Engineer in Test deb olamiz. Yoki Software Development Test Engineer deb olamiz. Bu xil xizmatningki zodi maoshi qanchalik? Undaq bo'lsa, buni ko'rib boqali hozir. Masalan, all salaries degan bo'lsa-da. Ko'rib turibsiz, buningda 60,000 maosh oldiganlarmi bor? 80,000 oldigan maoshmi bor? $100,000 oldiganmi bor? $115,000 maosh beradigan ishmi bor? $130,000 bor. Demak, mushu kasbni siz o'rgansangiz, $60,000 dan $130,000 gacha maosh olib bo'ldi. Ko'rib turibsiz, buniki o'rtacha maoshi odatda $80,000 hisoblanadi. Agar siz kompyuter haqiqatan yaxshi bo'lib, programma yaxshi bo'lib, ondan mushunga yetarli vaqt ajratsangiz, balkim 130,000 olishingiz mumkin. Yoki uni ololmasangiz 115,000 olishingiz mumkin yoki 100,000 olishingiz mumkin. Undaq bo'lsa biz mushu 1-2-3 mushu xizmatniki ehtiyojiga, zodi qandaq iqtidorni talab qiladi. Siz nimalarni o'rganishingiz kerak degandek mushu savollarga men javob beray. Mana Software Test Engineer'ga aytib boqaylik.
Buniki qaraydigan bo'lsangiz, duties degan qiladigan ishlar degan gap yoki sizningki vazifangiz degan gap. Buning eng oddiysi develop test automation code deydi. Ya'ni siz yumshoq detalni subtini avtomatlashtiradigan, ya'ni tekshirishni avtomatlashtiradigan kod yozasiz. Uningdan boshqa manage test deydi. Ya'ni siz test case yozasiz, test plan yozasiz. Uningdan boshqa test repositorisini olasiz, test framework laylaysiz. Uningdan boshqa yana sizniki qiladigan nurg'un boshqa ishlaringiz bor. Ya'ni siz test driven development kod yozasiz. Andin BDD, ya'ni behavior driven development, andin continuous integration deydi. Ya'ni kod yozgan vaqtimizda kodini kompüterda adli yazib qo'ymaymiz. Buni CI/CD process deymiz. Mushuning ichiga kirib yozamiz. Demak, sizniki qiladigan ishingiz kod yozish, test plan yozish, test case yozish, test repositorisini boshqarish. Uningdan boshqa siz report, doklad yozasiz, report yozish, quality metrics deydi. Mushu bir qator ishlar. Bundan sırt yine siz database'ini bilişiniz gerek. Database yani sonliq ambar sistemasini. Ondan başqa software development life cycle. Yani software development testing life cycle. Bunu biz STLC deymiz. Ondan STLC deymiz. Yani software testing life cycle. Bunu bilişiniz gerek. Ondan başqa sizin öğrendiğin sisteminizin Jira'nı bilişiniz gerek. Bitbucket'ni bilişiniz gerek. Bamboo degan sistemni bilishiniz kerak. Ondan Apache'niki JMeter'ni bilishiniz kerak. Selenium'ni bilishiniz kerak. Bu Selenium degan zodi nima deganda, hozirgi bozorda eng moda bo'layotgan shu bir qurol. Balkim so'rashingiz mumkin, nimishqa bu Selenium intay muhim deganda, bu yoqdan men yozib qo'yaman seleniumhq.org da. Bu Selenium'niki o'zi Google'ning ishlatayotgan. Ya'ni Google'niki siz application ishlatasiz, email ishlatasiz, Google Drive ishlatasiz. Bütün applicationni Google'ning hammasi Tor application. Mushu sistemni Google boshqaradi. Bizniki shirkat, meniki shirkatim Selenium Master'ni siz balkim anlagan bo'lishingiz mumkin. Bizning shirkat mushu commercial support. Ya'ni Google'ningki mushu proyektga biz har yili ma'lum miqdorda mablag' chiqarib, mushu proyektni qo'llaymiz. Shuningdek, Selenium Master shirkatimiz mush Google'ningki mushu proyektningki ichidagi birisi. Shunga biz siz mushaga kirib torbatni olsangiz, bizningki mush qurgan shirkatniki Selenium Master shirkatniki torbatini ko'rasiz. Selenium Master LLC. Buni men tafsilotini sal turib tushundiraman. Shunda bo'lganda mushu bir qator ishlarniki hammasini siz o'rganganda ondan $100,000 ishga ega bo'lasiz. Unda bo'lsa yemir kirib boqayli. Masalan, bu yerga men xohlagan buni ochay. Software Development Engineer in Test deydi. Buningdan o'xshash. Buningdan sizniki qiladigan ishingiz chuqum professional experiences as automation engineer. 3 yildan yuqori bo'lgan kodi yoziqlari bo'lish kerak debdi. .NET'ning kodini bilish kerak debdi. Yoki C# yoki Java deymiz. Undan boshqa Python, PowerShell deydi. Load, mayatki unit test, JUnit, NUnit, Cucumber, Selenium, mushunamiz deydi. Demak, ko'rib turibsiz, butun ishda Selenium WebDrive'ni ishlatamiz. Undaq bo'lsa, bu yoqdagi bizniki mushu shirkat Selenium Master, mushu Selenium texnikasiniki master eng yuqori darajadagi biz mushu Amerikadagi shirkatlarga mulozimat ta'minlaydigan shirkatniki birisi. Undan boshqa siz SQL bilishingiz kerak, relational database'ni bilishingiz kerak, yana nurg'unlagan boshqa sistemani bilishingiz kerak. Ya'ni continuous integration CI/CD'ni bilishingiz kerak. Menda esa tuanda yeni bir torbat kirib boqayli. Buning o'zini indeed.com deb. Bu indeed.com mu mushu
xizmat izlaydigan Amerikadagi bir tor bet. Masalan, buningda biz software development engineer in test deb bassam, hozir ko'rib turibsiz, mushu ma rayını basmagan ekan, jami 50 ming xizmat ehtiyoji bor ekan. 50 ming 594. Ma maaşı qarasangiz, eng tuni 80 ming, yuqorisi 125 ming. Demakchi bo'lganim, bu kasbni siz obdan o'rgansangiz 80 ming dollar. Faqat topolmadi deganda bir xizmatga erishsangiz 80 ming dollarlik maoshga erishsiz. Agar siz haqiqatan o'zingizni bag'ishlab, yetarli vaqt chiqarib, kunda mashq qilib, eng oz bo'lganda 2 soat, 3 soat mashq qilib, mushu texnikani butunlay egallasangiz, 125 ming dollarlik maoshga erishingiz mumkin. Qarab turibsiz, 80 mingga 43 ming ehtiyoji bor ekan. 95 ming birdigini 34 ming. Demak, bu kasbniki o'rtacha maoshi odatda 80 mingdan boshlandi. Agar siz texnik yaxshi o'rgansangiz, 125 minglik maoshga erishsiz. Undaq bo'lsa, bu yerga bir 2-3 xizmat kirib boqayli. Ya'ni software test engineeringki zodi nimalarni o'rganishingiz kerak. Manimda ancha jiq yo'q ekan. Ma bu junior test engineer, mana kirib boqayli. Software development engineer in test. Buningda sizniki bildiringiz chuqum Java software development experience debdi. Ya'ni siz Java programmingni chuqum pishiq bilishingiz kerak. Uningdan boshqa Javadan boshqa siz TDD, ya'ni buni test driven development deymiz. Test automation bilishingiz kerak. Yana Selenium bilishingiz kerak. Cucumber framework bilishingiz kerak. Uningdan boshqa Java'niki JUnit test engine bilishingiz kerak. Uningdan boshqa test case yazishni bilishingiz kerak. Yana sizning o'rganadigan sistem bor. Ya'ni database bilishingiz kerak. MySQL, SQL database, CI/CD process bilishingiz kerak. Amazon'ninki AWS'ni bilishingiz kerak. Mushu narsalarni hammani bilganda, ondan test automation'ni siz to'liq bilasiz, xizmatlarga ehtiyoj bo'lgan xizmatlarga iltimos qilsangiz bo'ldi. Undaq bo'lsa, bu zodi mushu test automation degan zodi nima? Hozir xizmatni tushundik. Undaq bo'lsa, bu test automation degan zodi nima? Zodi nima ish qilasiz? Tuvanda men oddiy bir sizga misol ko'rsatib qo'yay. Men ma'lumot torbatni ochdim. demo.mahara.org. Masalan, men mushu torbatninki süptini tekshirishni avtomatlashtirmoqchi. Hozir sistemga qarasangiz, bu yerda login bor ekan. Ma admin user, ya'ni admin user mu sistemga kirsa bo'ladi ekan. Student, o'qishdan kirsa bo'ladi ekan. Learner, bularni kirsa bo'ladi ekan. Agar men buni har bir odamni mayga adminni besib, menga maxfiyni buni Mahara demoni besib, ondan loginni bassam, har bir userga 5 minut vaqt ketsa, men 3 odamni balkim 15 minutda test qilaman. Agar bu tekshirishni qayta biror odam uchun yoki qayta mang'uzgan ishim bo'lsa, mushu jarayonni yana qayta takrorlayman. Undaq bo'lsa, mushni qanday avtomatlashtiramiz? Undaq bu kodni qarang. Men odatda mushu kodni yozib qo'ydim. Jami 21 qor kod ekan bu yerda. Men mushu kodni ijro qilib boqay, hozir qanday natijani ko'rasiz. On tarafni besib login multi user. Mani run qilay. Mana hozir ko'rib turibsiz, biz bir browser ochildi. Ustida ko'rib turibsiz, Chrome is being controlled automated test software deydi. Avtomatik holda ochdik buni. Hozir admin userni tekshirdik. Admin userninki ishi tugadi. Endi bu browser etilgandan keyin endi ikkinchi userga chiqdik. Mana browser ochildi. Bu butun jarayon avtomatik. Hozir ma student. Endi buni tekshirib bo'lgandan keyin sistemdan chiqatdik. Endi 3-userni tekshiramiz. Yana qayta browserni ochdik. Demak, mushu butun jarayon avtomatik bo'ldi.
Hozir qaraydigan bo'lsangiz, bizningki umumiy vaqtni hisoblamadik. Bu nihoyatda tezla tugadi. Bizningki umumiy programmamiz tezla tugadi. Mushu 21 qor kod bilan biz sistemaga kiradigan mushu ishni avtomatlashtirdik. Demak, buniki hozirgi mushu kodingiz Java kod. Siz buning uchun Java kodni to'liq bilishingiz kerak. Undaq bo'lsa, bu Java kodni zot nerdan o'rgansiz? Bu Java kodni odatda maktabdan o'rgansiz. Bizningki mushu Selenium Master shirkatimizningki muntazam darsligi bor. Men sizga buni ko'rsatib qo'yay. Bu yoqdagi Selenium Master .teachable.com deb bossangiz, mushu Selenium Java WebDriver Framework. Mushunga qaraydigan bo'lsangiz, bu darslikda butun mazmun bor. Ya'ni Selenium degan zodi nima? Selenium IDE degan zodi nima? Uningdan boshqa Java'ni kod yozgan muhitni qandoq barpo qilamiz? Java'dagi basic programming qandoq? Java'dagi decision making, loop, command line argument, and then Java'niki data structure, Java datetime, regular expression, bunlar Selenium WebDriver. Selenium WebDriver orqali qandoq kod yozamiz? Java'dagi class hukmi qandoq? HTML lojini qandoq o'qiymiz? CSV ni qandoq o'qiymiz? XML ni qandoq o'qiymiz? JSON file, Excel file, PDF ni qandoq o'qiymiz? Ondan Java'niki JUnit ni qandoq yozamiz? Test engine ni qandoq yozamiz? Uningdan boshqa REST API ni qandoq test qilamiz? Database ni qandoq test qilamiz Java'da? Mayaki UI framework ni qandoq laylaymiz? Ondan Cucumber framework qandoq laylaymiz? Demak, mushu butun mazmunlar bizniki Selenium Master shirkatimizniki bu butun dunyoga echib o'tilgan darslik. Bu darsni siz setib olsangiz bo'ldi. Bizning sinfdagi darsga qatnashgan o'quvchilarga mushu darsning hammasini men o'zim noldan boshlab tushundirman. Siz 6 oy o'qib, ondan 2 oyning ichida project ishlaysiz. 8 oyda mush mazmunniki hammasini bilib olasiz. Undaq bo'lsa, agar sizningki hozir ingliz tilingiz yetarli bo'lmasa, uni qanday qilasiz? Ingliz tili yetarli bo'lmagan qarindoshlarga men bu yoqdan uyg'urschool.com ni yaqinda ochib qo'ydim. Bu uyg'urschool.com ning o'ziga chiqsangiz, mana Java programniki complete version. Bu darsniki o'zini men hem İngilizce, Uygurca qo'sh tilda tushundirdim. Bu darsniki mazmuni asosan o'xshaydi. Hozir darsni so'zlab, mushu Selenium qismiga keldim. Mana Java class Selenium WebDriver automation. Mush qismiga keldim. Bu darsniki davomini sizga davomli ko'paytiraman. Shunlashqa agar ingliz tilini bevosita anglaydigan qarindoshlar, o'quvchilar bo'lsanglar, mushnaga chiqib ko'rsanglar bo'ladi. Ondan agar men inglizcem hozir yetarli emas, keyinroq o'rgansam bo'ladi deganlar bo'lsa, uyg'urschool.com dan mushu uyg'urchani ko'rsanglar bo'ladi. Uyg'urcha, inglizcha. Uningdan boshqa yana siz CI/CD prosesini bilishingiz kerak. Bizningki Selenium Master shirkatimizningki o'zimizning bolalarga ta'minlab bergan nurg'unlagan ya'ni CI/CD sistemimiz bor. Masalan, jira.seleniummaster.com deb to'rbetda bizningki bolalarga mushu Amazon'ningki sistemasiga kirgizib qo'ygan Jira sistemimiz bor. Men ko'ribsiz, Selenium Master'ningki elsi. Siz bu Jira degan sistemni chuqur bilishingiz kerak. Chunki bu 99% shirkatda bu Jira ishlatadi. Uningdan boshqa biznikida bitbucket.seleniummaster.com ni bossangiz, biznikida bolalar mushu Bitbucketda kodi yozib, mushunga o'rgandi. Mana mushniki hammasi bizniki bolalarga o'rgatgan kodimizniki nusxasi shu. Uningdan boshqa biznikida yana jenkins.seleniummaster.com bizning bolalarga mushu sistemidan Jenkins o'rgatamiz. Demak, bizning shirkatning, ya'ni Selenium Master shirkatimizniki mukammal darslik bolalarga mashq qiladigan sistema.
darsdan keyin ko'radigan butun shu resurs, ya'ni sizga butun mazmunlar bor. Mush to'rbak darsni anglaysiz. Undan boshqa topshiriqlarni ishlaysiz. Siz agar chunki siz o'rganish jarayonida topshiriq ishlamasangiz, sizga hech qanday dars yo'qmaydi. Bunga biz o'quvchilarga qurib qo'ygan Selenium Master Test.com deb bizning o'zimizning muntazam, ya'ni assessment website bor. Bu sistemaga bizim dersimizga qatnashgan o'quvchilar mushu sistemaga kirish huquqiga ega bo'ladi. Bu sistemaga kirgandan keyin bizning o'quvchilar mayli mana Java'niki darsi, Java'niki har soatlik darsda bizningki o'quvchilar quiz ishlaysiz. Ya'ni quiz degan savol javob berish, ondan homework ishlaysiz, project ishlaysiz. Har haftalik darsda sizga yetarlik ishlaydigan topshiriq, mashq qiladigan project bor. Uningdan boshqa siz darsni 6 oy darsni tugatgandan keyin 6 oy darsni tugatgandan keyin siz muntazam holda 2 oylik project ishlaysiz. Bu 2 oy project degan bizningki muntazam project bor. Mushu final projectda siz masalan educationga oid project ishlaysiz, test automation. Ondan e-portfolioga project ishlaysiz, human resource'ga oid ishlaysiz, e-commerce'ga oid project ishlaysiz, real estate, healthcare project ishlaysiz. Demak, Selenium Master shirkatiniki darsiga qatnashsangiz, sizni biz yetarlik bo'lgan sinfda dars o'qitishdan boshqa sizga yetarlik bo'lgan darsdan keyin ko'radigan video tutorial ingliz tilida ham uyg'ur tilida, undan boshqa sizga ishlatiladigan butun shu sistemalar, Amazon sistemasi, undan boshqa sizga topshiriq ishlaydigan muntazam sistem bor. Unda bo'lsa bizningki keyingi qara darsimizning vaqtini sizga tushuntirib qo'yay. Siz seleniummaster.com deb shu to'rbakka chiqsangiz, bu yoqda in-class training and job placement degan bir ulanish bor. Bizningki keyingi qara o'qishni 8-oyda boshlamoqchi, avgust 2019. Ya'ni 8-oyninki shu 19-i 8-oyning 19-i dars boshlandi. Darsni men o'zim so'zlayman. Darsninki boshlanadigan vaqti 8-oyninki 2019 shanba kuni 9 dan 4 gacha, ondan har shanba kuni seshanba kash 7 dan 9 gacha, payshanba kuni kash 7 dan 9 gacha. Bu darsninki o'rni Kolumbiya, Marylandda bo'ladi. Yiroqdan qatnashuvchilar, bizniki Kanadadan qatnashgan o'quvchilar bor, Amerikada Kaliforniyadan qatnashgan o'quvchilar bor, Kansasdan qatnashgan o'quvchilar bor. Yiroqdan qatnashay desangiz, bunga to'rda qatnashsangiz bo'ladi. Shunga tafsili uchurlarni mishadan ko'ring. Yana demoqchi bo'lganim, sizningki bu 6 oy o'rganib $100,000 topadigan shu kasbniki to'liq ismi Software Development Engineer in Test. Buningda eng muhim bo'lgan bir texnika Selenium texnikasi. Bizningki bu shirkatning nomi Selenium Master. Ya'ni shu shirkatda eng uchugi chiqqan, ya'ni hisobda shu kasbningki eng oldidagi bir shirkatlarning birisi. Agar siz darsga qatnashish o'yingiz bo'lib qolsa, seleniummaster.com ga chiqib, bu yoqdagi apply, ya'ni enrollment application shu sistemaga kirib, siz o'zingizningki shu uchurlarni to'shqilsangiz, bizning shirkatningki a'zolari siz bilan aloqalashadi. Mana shu bugungi leksiyada men 6 oy o'rganib $100,000 shu $100,000 topadigan ishni bir aqor tushuntirib qo'ydim. Esingiz tursin, buning uchun sizda yetarlik tayyorlik bo'lish kerak.
Ya'ni siz kunda eng oz bo'lganda 2 soat vaqt chiqarib mashq qilishingiz kerak, topshiriqni ishlashingiz kerak, projektdan ishlashingiz kerak, darslarga berishingiz kerak, shirkatniki emailiga javob qaytarishingiz kerak. Siz maktabni tanlagan vaqtingizda chuqum shu maktabniki to'rbatga chiqib, shu maktabniki bizniki shu maktab ta'minlagandek darsligi bormi yo'q? Bu darslik zodi bu darslikniki sifati qandaq? Agar siz darsni inglizcha tushunamisangiz, sizga uyg'urcha yordam qiladigan mushtaq o'rin bormi yo'q? Uningdan boshqa sizga yetarlik shu darsdan sirtqi uchurlarni ta'minlab beradigan yetarlik sistem bormi yo'q? Uningdan boshqa siz agar topshiriq ishlaydigan ehtiyoj bo'lganda, sizga topshiriq ishlaydigan bir muhit bormi yo'q? Bu topshiriq natijasini avtomatik ko'riladigan muhit bormi yo'q? Mush narsaning hammani obdan qarashingiz kerak. Bizning Selenium Master shirkatida shu uchurlarni, ya'ni shu resurslarning hammasini ta'minlaymiz. Undaq bo'lsa, agar siz darsga qatnashish o'yingiz bo'lsa, shu 8-oylik programmamizga qatnashishingizni qarshi olamiz. Agar savolingiz bo'lib qolsa, menga xat yozsangiz bo'ldi. Yoki bo'lmasa bizniki shirkatniki email adresiga xat yozsangiz bo'ladi. Bu xatni odatda bu yoqdagi bu work on project shu to'rbatning o'ziga chiqib, qandoq aloqalashma degan vaqtida shu services@seleniummaster.com da xat yozsangiz bo'ladi. Yana birisi bizniki bu shirkatniki darsniki bahosini men nihoyat oddiy qilib qo'ydim. Chunki butun dunyodagi shu kasbni o'rganish orzusi borlar uchun bir qulaylik bo'lsin deb. Shunga siz muddatdan burun bu darsni o'rganaman deb o'ylasangiz, shu $20 darsni setib olib, darsni muddatdan burun ko'rib tursangiz bo'ladi. Inglizcasini seleniummaster.teachable.com dan ko'rasiz. Buningki uyg'urchasini uyg'urschool.com dan ko'rasiz. Undaq bo'lsa, shu 6 oy o'rganib $100,000 pul topman deb shu orzuda yurgan o'quvchilarniki biz bilan aloqalashishni, shaxsan men bilan aloqalashishni umid qilaman. Darsninki, shu leksiyaninki keyingi qismida yana ko'rishamiz. Ko'p rahmat.